Endi juda kech jiyan. Shuncha kech qoldingmi? Endi xohlasang ham ketolmaysan. Chorasizlik ichida ham umid bo'ladi. Yana o'sha kunni qayta boshdan kechirasan. Balki bu gal seni himoya qilishar. Balki bu gal senga yolg'on gapirishmas. Bu gal seni yonlariga chaqirishganda, bu gal balki yana ortingdan pichoq urishmas. Bir marta xiyonatga yo'liqdingmi, xotiralar seni botqoqdek domiga tortadi jiyan. Yan sari chuqurroq botasan. Eslagan sari keng keladi jiyan. Chunki kechirish unutish degani. Avval eslab qilaysan. Behuda chirama jiyan. O'sha xanjar bir bor yelkangga sanchildimi, uni chiqarishga urinsang, endi yuragingga urishadi. Eng zulmat kuningda, eng chorasiz paytingda, eng umidsiz lahzangda, agar o'zingni o'tga otsang, o'zing uchun emas, bolalaring uchun o'zingni chora misol taklif qilsang, yuragida farzand mehri bo'lgan hech kim chorasiz emas. Barcha eshiklar qulflangan bo'lsa-da, kimnidir qalbidan joy olgan hech kim o'zini qafasda his qilmaydi. Chorasizlik. Qidirgan chorang balki shundoq oldingda bo'lishi. Lekin uni topishga vaqting bo'lmasligi chorasizlik.